Bugun videomiz sal boshqacharoq bo'ladi. Biz hozir qurilishda emasmiz, bitta bog'gamiz. Bu bog'da uzun bog' bo'lyapti. Bu yerda nimaga keldik? Bizani do'konimizdan bitum mahsulotlarini oldilar. Bu yerda 2,5 gektar joyga bog' qurilyapti. Bog'ni bilasizlar, shunaqa stablar bilan uzumlarni ekib, bunga osib, bog'lab qo'yib, hosillarni shu tariqa ekishadi. Bitumni qilishdan sabab bu gidroizolyatsiya vazifasini bajaradi. Bitumga nam, masalan, bog'ni suv beriladi-ku, to'g'rimi? Shu beton stalbani sifatini yo'qotmasdan, ya'ni chiritmasdan saqlab turish uchun shunaqa bitum qilishyapti. Bog'imizga bitta xanat bering, bitta kamerani aylantirib bo'ling. Juda ham katta va keng bog', juda ham ko'p stumlar qo'yilgan. Hammasini birma-bir shu bitum orqali pastini gidroizolyatsiya qilib chiqyaptilar. Xullas, bu mahsulotimiz tom, ko'prik, suv o'tkazishi mumkin bo'lgan joylar, basseyn, shunga o'xshagan podval, shunaqa joylarga bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Buni misol qilib keltiradigan bo'lsam, avval bir xil mum bor edi, bochkaga qo'yib, eritib, pastiga o'tin yoqib, shular bilan qilchadi. Uni ishi juda ham ko'p. Bu osongina. Ichiga shunaqa suyuq bo'ladi. Bemalol vallik bilan, shotka bilan surtib, ishingizni davom etkazib va osonlashtirsangiz bo'ladi. Xullas, kim shunaqa mahsulotdan foydalanmoqchi bo'lsa, bemalol Prorab do'konidan xarid qilib foydalanishi mumkin.